Assalomu alaykum. Hoy, yaxshi yetib keldingiz-ku? Yaxshimi? Yaxshimi? Qiynalmadingizmi? Yo'q, Shuni taqib qo'yaman. qiyinchilik yo'q. Sumka qayerda? Mazida video qilamizmi? Ha, sumka qayerda? Ya sumka yo'q. Shunday keldingizmi? Shunday Ketdik. 3 kilo o'rni. Ketdik, sirazi. O'zi yaxshimiz? Ishtimingiz yo'qmi bu yoqda? Yo'q, hech Bo'ldi. narsa. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshi yetib keldingizmi? Sekin. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Katta rahmat deb bunaqangi bo'lmagan. O'sha o'zimizda Bir soatda chiqarib berishibdi bizingizni. Ha, o'sha qiz Zarinaxonmi? Ha. Unga ham Zarinaxonga ham gap yo'q. Işte jamoasi bilan xo'jayin shikilli bittasi. Ha. Juda tezlatib berdi. Ha. O'sha O'zbekistondagi Koreya konsuliga ham rahmat, elchisiga. Albatta, hammalaringga mana shu yerda xizmat qilayotganlar bunchalik tasavvur qilmadim. Yakshanba kuni ham ishlashdi o'sha qizlar. Ha. Siz o'sha O'sha tavsiyangiz bilan videoingizdan keyin aloqaga chiqdingiz-ku, o'sha Ha. kechasi gaplashdik. ha. O'shandan keyin o'sha u ishga tushgan ekanda, Ha. ertasi kuni yakshanba. Ha. O'sha kuni dokumentlarni hammasini yig'di. Dushanba kuni bordik, 9 ochilar ekan. Ha. Kerak narsani shappa qilyapti. Telefonlarga javob beradi. Xullas, dokumentlar tayyor. Menga aloqaga Abitdan chiqishdi. keyin to'rda tayyor bo'ladi. Ha. To'rda tayyor bo'ldi. O'sha videomiz chiqqandan keyin elchixonadan telefon qildi. Bu yerdagi vakolatxonadan boshliqlari, rahbarlari telefon qilib, "Avazbek, ko'rdik, hamma ishlaringizni ko'rib turibmiz. Dadasi kelyapti ekan. Aeroportda kutib oling, nima xizmat bo'lsa 24 soat aloqadamiz", deyapti elchixona, vakolatxona hammasi. Qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz, yordamdamiz. O'zbekiston fuqarosi ekan, любой payt biz xizmatdamiz, yordamdamiz, podeshkadamiz deyishyapti. Inshaalloh hozir Harakatingiz yaxshiki. to'g'ri Kommentariyangizni o'zi juda ko'p, cheksiz. Shunaqa ko'p. to'g'ri hozir Alloh katta Kvanjuga boramiz. Yo'limiz 350 kilometr. Ovqatlanganmisiz? Mana samolyot to'qnaldi. Ha, samolyot. Yo'lda tuxum yeb olamiz aka. Ha, shu. Chunki 1 minutdan 1 minut hozirgina Ha. kasalxona bilan gaplashdik. Shahzodbekda ahvoli ertalabda yana og'irlashibdi. Ha, o'shanga srosniy yetib borishimiz kerak. Biz ham uxlaganimiz yo'q, sizni kutib olamizda o'sha 350 kilometrdan keldik, yana qaytib ketamiz hozir. Yaxshilar. Alloh rozi bo'lsin o'sha vizangizni chiqarib berganlardan, hammadan, hech kim hammadan o'zini o'ylayotgan yo'q, hamma shu yurtdoshini, musulmonni bolasi shu ahvolda ekan, shu ota farzandini ko'rsin deb harakatda, duoda, kommentariyada like bosib, komment bosib duo qilayotganlardan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Biz harakatdamiz Alloh uchun. O'zbekiston duo qilyapti. Butun dunyodan duo qilishyapti. Dunyo o'zbeklar qayerda borki, shunga qirg'iz boshqa qoraqalpoqlarni ham yozganini ko'ryapmiz. To'ppa-to'g'ri. Kommentlarda ko'pchilik aytyapti. Bu narsa ham o'zi emas. Hojilar Makkada duo qilyapmiz degan. Hamma Baribir endi duoda. musulmonni bunaqangi nimalar. Bu ham bir alohida daraja tog'a. Albatta. Ancha-muncha odam, masalan, boshiga ish tushsa, orqasidan shuncha odam duo qilmaydi. Xursand bo'lish kerak bu narsaga. Inshaalloh biz yo'limiz bor. Duo qilib turasizlar. Abetdan keyin ulgib kasalxonaga katta Kvanjuga, Chonnam tepa yong'inga yetib borishimiz kerak. Sog' bo'linglar, duo qilib, like, comment, repost bosib, podeshkada qilib turinglar, biz xizmatdamiz. Endi baribir bunaqa vaziyatda hayotjon boshqa o'zingiz deb qo'yasiz. Shunaqa ekan, zo'r, yaxshi. Yaxshi, o'zbeklar bari samolyotda ko'ra bir-biriga oqibatli. Shunaqa. Ana yoz chizdilariga yordam berishdimi? Mana yerdan kirayotganingizda indashmadimi? Yo'q. Nima kelyapsiz, bunaqa gaplar bo'lmadi? So'radi, dokumentlarni berdim. Hali to'ldirilgan qog'oz bor edi. Ha. Unda qo'lda qo'ying dedi. Shu bilan o'tkazib yubordi. Bo'ldi. Alloh o'zingga shukr. Koreya sovuq ekanmi? Yo'q, normal. Bugundan sal sovudi. Ha. Ketdi endi. Davay. Hozir minusda, Ha. Yuguramiz endi. Chunki har bitta minut ham bizga kerak-da. Ketdi tog'a, o'tiring.
Yo'limiz Inchondan Katta Kivanjuga 4 soat 14 minut yetib borar ekanmiz. 334 kilometr. Inshaalloh duo qilib turinglar, manzilimizga eson-omon yetib olaylik. Hozir tog'a siz dam olavering. Boshingizni qo'yib dam oling, shapkangizga jeng, bemalol yoting. Hali u yoqda nima holat kutib turibdi biz bilmaymiz-da. Shuning uchun siz dam oling. Dam oling. 4 soat shunday yotib dam oling, mana shu kurtkani bolish qilib oling. Mana ozgina tomosha ham qilasizmi? Ha, ko'rib, ozgina tomosha qiling. Mashhad Koreya tog'a. Hozir biz Inchon degan shahardamiz. Hozir birinchi kelishimda. Ha, birinchi kelishingizmi? Ha, to'g'ri. Hozir biz mana bayroqlarni qarang, mana O'zbekiston bayrog'i ham bor mana. O'zbekiston bayrog'i birinchida turadi, Koreyadan keyin turadi. Koreya O'zbekiston bilan eng nimada yaxshi davlat. Отношения juda zo'r. Ha, koreyslar o'zi yaxshi odamlar. Biz ham yaxshi odammiz-da, o'shaning uchun ular ham bizga yaxshi odamlar. Endi xudo xolasa, o'g'lim qanday ko'chalar bilan borgan bu tomonlarga. Ha, mana shu yerdan 3 kilometrga borib kelib turaman deb aytganda. Mana shu joylardan o'g'lingiz yurgan. Shularni ko'rgizdi. Hozir aytibdi, ko'prikdan o'tamiz, dengizni ustini ko'prik qilib qo'ygan. Shunaqa joylari bor, dengizni tayini yorib bunaqa tunnel qilib, ko'prik qilib kirib ketgan. Bular juda qurilish bo'yicha, bunaqa texnologiya bo'yicha juda oldinlab ketgan. Yo'llarini ham ko'ryapsiz mana. Tekis, yaxshi. Birorta joyda o'ydim chuqur joyi yo'q. Shopirlarini ham ko'rsangiz, hammasi bir-biriga hurmat qilib yo'l bergan. Ba'zida mashina minib ketayotganim esimdan chiqib qoladi. Ben mashinada ketayotgandim to'g'rimi? Chunki hamma qonun qoidaga amal qiladi. O'zingiz nazorat qilib ketsangiz bo'ldi bitta. Qolganlar o'zini o'zi bilib ketaveradi. Bizda bo'lsa madaniyatdan haydaydi. Ha, xuddi shunaqa. Bizda bo'lsa o'zingiz ham ligirovka qilib ketishingiz kerak. Yoningizdagilarni ham nazoratda ushlab ketishingiz kerak. Chunki siz qoidani buzmasangiz, yoningizdagi buzib qolsa, siz o'zingizni qutqarib olish uchun ham hamma tomonni nazorat qilib ketishingiz kerak-da. O'shaning uchun bu yerda juda bir qoidaga, tartibga juda katta amal qilishadi bular. O'g'lingiz ham hamma maqtaydi, telefon qilib olib menga. Maqtamanglar dedim, bir yomon bir nimasi ham bordir, jam unaqa qilib olaman, desam, "Ya aka, shunaqa bo'ladi" deyshadi. Qanaqa bo'ladi desam, juda ko'pchiligiga foydasi tegadigan bo'ladi deyshadi. Juda ko'pchiligi. Juda tarbiyani ham o'zingiz berganmisiz deyman, tog'a. Vaqti kelsa, men o'rtoqlariga ham aytganman. Vaqti kelsa, o'g'lim meni ba'zi narsalardan qaytargan deb. Ha, ustamjonlarga ham aytdim, boshqalarga ham gaplashib qolsak. O'g'lingiz zo'r bola edi, zo'r bola o'ziga kelsa qaytarib tursa, baquvvat bunday bunaqa bola juda kamdan kam haliga deb maqtasa, даже o'sha shahzod o'rtoqlaring meni qaytarib turardi. Dada qo'ying, unaqa demang. Falonchiga qo'yni urib qoladi, bunday. Ko'p narsalardan o'zim meni ham qaytarib turardi-da. Baribir o'qigan boshqacha-da. Shunday. O'qigan odam mana bu ko'cha ko'rgan. Boshqacha.